Aşxana şkabıda bir doğru var. Siz o doğrunu Medine'nin tamıqa arlaştırıp etdin. Hem de bu işini hiç kimge tinğıcı bolmang. Men sel turib sizge Medine'nin konu aşık Tayir'nin numarini evetip berme. Medine'ge bir iş bolğan aman Tayir'ge telefon qıling. Yo'q, men unda qilmayman. Unda qilsam bo'lmaydi. Nima? Bo'lmaydi? Dadınızning yana operatsiya qilishga 100 ming yuan ketadi-ku deyman. Agar men degandek qilsangiz bu 100 mingni sizga berman. Men unda qilsam bo'lmaydi. Men Madinaga kelmayman, ish qilsam bo'lmaydi. Sizga mendan boshqa hech kim yordam qila olmaydi. O'ylab chiqish qiling. Dadingizni qutqizish muhimmi yoki siz bilan qandayliqi yo'q? Madinanimi? Hay? Madina, tomoq pishdi. Ben kozam. Çapa ketdim pishib bo'ldi, tamam. Ha, pishdi. Misha o'tiribdi, men chiqib beray. Qusqunbek ketib ketdi. Seni suiqashqa maqtab. Suiqash etgandim. Yaxshi. Otashni yo'qotsa, Shu tutqum kep. bek o'xshagan chiroyli. Ishmantoya. Otash Qusqunbek ichib ketdi, nima deydigan sendi? Men sana choy qo'yib beray. Aliye? Aliye? Ya Boycan. Aliye? Madina. Adaş nima bo'ldi? Madina. Bu filmning davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz, o'z ovoz salonimizga qo'shib oling. Hey, seni qutqizishma.